Assalomu alaykum. Mana bu Ustrader kanali obunachilari. Kanalim anchadan beri yurgizmay qo'ydim bu kanalni. O'zini sabablari bor edi, telefonimni almashtirgandim. Va yana bu kanalimni yo'qotib qo'ydim, telefon almashtirgandan keyin Gmail'im bilan. Xullas azmuncha sabablari bor. Kanalda esa 1200 dan oshiq podpischik, ya'ni obunachi yig'ilib ketibdi. Va bir xil videolarim esa judayam yaxshi ko'rsatkich, ya'ni prosmotr yig'ibdi. Mana bu Bybitdan pul chiqarish 14,000, prosmotr Trust Wallet haqidagi 13,000. Yana Bybit birjasidan pul chiqarish salkam 10,000. Keyin yana bir videom bor edi. O'zbekiston ichki birjasidagi u haqidagi videom, adashmasam bir 20,000 ga yaqin. Mana O'zbekistondagi ichki birjada savdo qilish. U salkam 20,000 prosmotr yig'ibdi. Bulardan men ancha xursandman. Rahmat hammanglarga. Bu kanal endi kripto yoki shunga o'xshash birjaga oid ma'lumotlarni chiqarishni to'xtataman. Sababi O'zbekistondagi bu birjalarga yoki kriptoga qo'yilgan taqiq shu sabab bo'ldi, to'g'riroq. Endi faqat boshqa yo'nalishlarda olib boraman, kanalni davom ettiramiz. Ko'ramiz, yo'nalishni qidirib ko'ramiz. Hozir aniq bir yo'nalish topmadim, lekin sizlar uchun bittagina o'sha kriptoda yoki birjalarda ishlaganlar bo'lsa, o'shalarga bitta narsani o'rgatib ketaman. Oxirgi meni qilayotgan yaxshiligim deb qabul qilasizlar buni. Agar birjalarda yoki boshqa joylarda sizlarda USDT bo'lsa yoki USDT sizlarga kerak bo'lsa, faqatgina nima deydi, qonuniy yo'l bilan sotib olishinglar kerak yoki sotishinglar kerak. Bo'lmasam sizlar uchun yaxshilik bilan tugamasligi mumkin. Shuning uchun sizlarga bitta qonuniy yo'lini ko'rsataman. Buning uchun kelaylik, Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirgandan keyin poiskdan o'zimizni Paynet ilova bor. O'zbekistonda ishlasa bo'ladigan Paynet ilova. Mana shunga kiramiz. Paynet ilovaga kirganimizdan keyin bu yerda kartalar qo'shishimiz mumkin. Mana holat himoyalangan. Mana. Keyin karta, xullas bu yerdan boshqa to'lovlar ham amalga oshirsak bo'ladi. Xullas bu yerga kirib ko'rishinglar mumkin. Va bu yerda nima kerak bizga? Mana bu xizmatlar bo'limini bosamiz, pastki o'ng burchakdagi. Mana buni. Keyin mana kripto hamyon. Kripto hamyonga kirib bu yerdan xarid qilish yoki bu yerga sotish ham mumkin. Sotish ham mumkin, xarid qilish ham mumkin. Ya'ni USDT bo'lsa bu yerga Paynet ilovaga sotishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam bu yerdan avval xarid qilib, keyin boshqa o'zingizni kripto birjangizga yoki biron bir koshlogingizga yuborishingiz mumkin. Xarid qilishga kiramiz. Bank kartasi o'zi tanlashingiz mumkin. O'sha yerda qancha nechta bank kartangiz bo'ladigan bo'lsa, va mana USDT davom etish va bu yerda o'zi narxni chiqarib beradi. Mana kurs. 1 USDT ni sotib olish bizga 11,974 so'mga tushadi. Endi sotishni ko'ramiz. USDT ni tanlaymiz. 1 USDT Paynet ilovaga sotishimiz 11,617 so'mga tushadi. Ya'ni 300 so'm atrofida yo'qotamiz $100 $1 dollardan. Shunda 30,000 so'm yo'qotamiz ekan $100 dan. Nimaydi. Xullas deylik, bizda USDT sotib oldik yoki sotib oldik. Endi uni
birjamizga jo'natishimiz kerak. Yuborishga kiramiz. 100 DT tepada o'zi turadi. Sizlarga maslahatim eng arzoni mana bu BNB tarmog'i, BNB set. BNB ni tanlaymiz. BNB Smart Chain deydi. Bu yerga o'sha olmoqchi bo'lgan birjamizni adresini joylaymiz va jo'natamiz. Bu yerdagi minimalniy yuborish $10. Shuni hisobga olasizlar. $10 kam yuborib o'tirmanglar. $10 kam yuborsanglar, menimcha chiqartirmaydi ham va bu pulimiz ham yetib bormaydi. Shuning uchun $10 kam bu yerdan pul yubormanglar. Mana shu bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan nima deydi, yangilik yoki oxirgi video. To'g'riroq oxirgi emas, birjalar yoki kripto haqidagi oxirgi video. Bu yerda nimaga sizlarga ko'rsatdim? Bu yerda mana bu yerda anaqa ham bor. Chat ham bor. Chatda bular aytayapti, bizniki qonuniy deyapti. Sotib olish yoki sotish bu yerda qonuniy ekan. Lekin men sizlarga buni targ'ib qilmayapman. Bu yerda ishlanglar deb, hamma tavakkalchilik, risk o'zingizlarning qo'lingizda. Shunchaki agar sizlarda qolib ketgan bo'lsa 100 DTlar, shularni agar so'm qilishni yo'lini qidirib yurgan bo'lsanglar, shuning uchun buni sizlarga ko'rsatish maqsadida qildim bu videoni. Mayli. Sog' bo'lasizlar, shunisiga shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat hammaga.